Kecha O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining sport majmuasida Toshkent viloyati dzyudo federatsiyasi Chirchiq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tashabbusi bilan dzyudo sport turi bo'yicha 2008, 2009, 2010, 2011 yillarda tug'ilgan yoshlar o'rtasida taniqli murabbiy Aziz Saidov xotirasiga bag'ishlangan xalqaro turnirga start berildi. Dastlab turnirni tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda so'z olganlar Aziz Saidovni mamlakatimiz sportini rivojlantirishga qo'shgan hissasi haqida to'xtalishdi. 4-bor o'tkazilayotgan ushbu turnirda mamlakatimiz hududlaridan tashrif buyurgan atletlar bilan birga Ozarbayjon, shuningdek qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston respublikalaridan 500 nafarga yaqin iste'dodli dzyudochilar g'oliblik uchun bellashdi. Nufuzli turnirda o'g'il bolalar 50, 55, 60, 66, 73, 81 va undan og'ir vazn toifalarida, qizlar esa 44, 48, 52, 57, 63, 70 va 70 kilogramdan og'ir vazn toifasida o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. Dastlabki kun bahslarini 2008-2009 yilda tug'ilgan yosh dzyudochilar boshlab berishdi. Har bir vazn toifasida o'tkazilgan bellashuvlar qizg'in, murosasiz bahslar ostida davom etdi. Juda yuqori saviyada tashkil etilgan va O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universiteti bilan hamkorlikda viloyat federatsiyalari bevosita to'g'ridan-to'g'ri ish olib borilyapti. Sababi O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universiteti professor o'qituvchilari, talabalari bu amaliyotni, musobaqani ko'rgandan keyin kelajakda bu tajriba ortadi. Shunday qilib, dastlabki kungi bellashuvlarda Sabina Kerova, Jasmina Beslanova, Ruslan Temurov, Daniel Eminjonov, Inomjon Bahodirovlar o'z vazn toifalarida g'olib va sovrindorga aylanishdi. Musobaqa g'olib va sovrindorlari medal, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.